Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Agar siz 35 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner ota-onangiz, bobo-buvinggiz bo'lsa, bugungi ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki 2026 yilda pensionerlar uchun eng muhim masala shuki, hamma pensioner bir xil guruhga kirmaydi, hammaning huquqi, qo'shimcha to'lovi, imtiyoz va tekshiruv tartibi ham bir xil emas. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. 2026 yilda pensionerlar amalda qaysi 4 ta guruhga ajraladi? Siz qaysi guruhga kirishingizni qanday tekshirasiz? Kim xavotir olish kerak? Kim esa bemalol hujjatlarni tartibga keltirib qo'ysa yetarli bo'ladi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar sizga pulingizni, imtiyozingizni va vaqtingizni yo'qotmaslikka yordam beradi. Oldin ko'pchilik pensionerlar bir narsaga o'rganib qolgan edi. Pensiyam chiqdi, endi har oy olaveraman. Boshqa hech narsani tekshirish shart emas. Ayrimlar faqat oshirilganida qancha qo'shilganini bilardi, xolos. Hujjatlar ham ko'pincha qog'oz shaklida bo'lardi. Mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, ariza, mahalla ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa. Biror joyda xato bo'lsa, odam o'zi yugurardi, idora eshik qoqardi. Hozir vaziyat o'zgaryapti. 2026 yilga borib pensionerning holati ko'proq elektron bazalar orqali tekshiriladi. JSH, pasport ma'lumotlari, mehnat staji, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, nogironlik holati, bank kartasi, yashash manzili, hatto ayrim ijtimoiy yordamlar uchun oilaviy holat va daromadlar ham tizimlar orqali ko'riladi. Ya'ni endi men pensionerman degan bitta umumiy holat yetarli emas. Tizim sizni qaysi toifaga mansub deb ko'rsa, to'lov va imtiyozlar ham shunga qarab shakllanadi. Eng katta muammo shunda. Odam o'zini bir guruhga kiradi deb o'ylaydi, lekin hujjatda boshqa holat turadi. Masalan, fuqaro men to'liq staj bilan pensiya olaman deb yuradi, lekin ba'zida ayrim yillari tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Yoki kishi menga nogironlik bo'yicha qo'shimcha yordam bor deb o'ylaydi, lekin tibbiy xulosa muddati o'tib ketgan bo'ladi. Yoki 35 yoshdan oshgan yolg'iz pensioner kommunal yoki ijtimoiy yordamga haqli bo'lishi mumkin. Ammo u hech qayerga murojaat qilmagani uchun bu yordamdan foydalanmaydi. Shuning uchun men bugun amaliy jihatdan pensionerlarni dar guruhga ajratib tushuntiraman. Bu rasmiy ro'yxatnoma emas, balki siz o'zingizni tekshirishingiz uchun qulay amaliy tasnif. Har bir guruhda nimalarga e'tibor berish kerakligini alohida aytaman. Birinchi guruhga odatda ish staji yetarli bo'lgan, yoshga doir pensiyaga chiqqan va pensiyasi asosiy mehnat faoliyatiga qarab hisoblangan pensionerlar kiradi. Bunday odamlar ko'p yillar rasmiy ishlagan bo'ladi. Zavodda, maktabda, shifoxonada, davlat tashkilotida, korxonada, xo'jalikda yoki keyingi yillarda rasmiy shartnoma asosida xususiy sektorda ishlagan. Bu guruhdagi odamning asosiy tekshiradigan narsasi staj to'liq kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'ri hisoblanganmi? Pensiya tayinlanganda eng foydali davrlar e'tiborga olinganmi? Chunki pensiya miqdori ko'p hollarda faqat yoshga emas, balki qancha yil ishlaganingizga, qanday ish haqi olganingizga va hujjatlar qanday tasdiqlanganiga bog'liq bo'ladi. Masalan, 68 yoshli Komil aka 32 yil rasmiy ishlagan. U pensiyaga chiqqanida 1990-yillardagi ayrim ish haqi ma'lumotlari topilmagan. Natijada pensiya hisobida u yillar faqat staj sifatida ko'rilgan, lekin oylik ko'rsatkichi pastroq chiqqan. Agar Komil aka eski korxona arxividan yoki tuman arxividan ma'lumotnoma topsa, uning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Bu har doim katta summa bo'ladi degani emas, lekin ba'zan 100 ming, 200 ming, hatto undan ko'proq farq berishi mumkin. Eng muhimi, keyingi oshirishlar ham yangilangan asosiy summadan hisoblanadi. Yana bir misol. A'lo 6 yoshli Gulbahor opa 25 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasi bir korxona nomi noto'g'ri yozilgan. Muhrda boshqa nom, buyruqda boshqa nom. Daftarchada qisqartirilgan nom. U pensiyaga chiqqanida bu davr kiritilmagan. Opa baribir pensiya chiqdi-ku deb yuravergan. Lekin aslida 4 yillik staj qo'shilsa, uning umumiy holati yaxshilanishi mumkin. Demak, birinchi guruhdagi pensionerlar meniki hammasi joyida deb o'ylamasdan, kamida bir marta pensiya ishidagi staj ro'yxatini tekshirtirish kerak. Kim xavotir olish kerak? Mehnat daftarchasida o'chirilgan, tuzatilgan joylari bo'lganlar, sobiq korxonasi yopilib ketganlar, chet elda ishlagan davri borlar, fermer xo'jaligi, shirkat yakka tartibdagi faoliyat bo'yicha hujjati to'liq bo'lmaganlar.
Pensiyaga chiqayotganda mana bu yillar hisobga olinmadi degan gapni eshitganlar. Kim unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Pensiya tayinlanganda barcha staji elektron va qog'oz hujjatlar bilan tasdiqlangan. Pensiya ishdan ko'chirma olgan, hisob kitobni tekshirtirgan odamlar. Lekin baribir yilga bir marta holatni ko'rib qo'yish zarar qilmaydi. Ikkinchi guruh eng nozik guruhlardan biri. Bu guruhga ish staji yetarli bo'lmagan. Rasmiy ishlamagan yillari ko'p bo'lgan, uy bekasi bo'lgan, norasmiy mehnat qilgan, mavsumiy ishlagan yoki hujjatlari yo'qolgan pensionerlar kiradi. Bunday odamlar ko'pincha men umr bo'yi ishlaganman, lekin pensiyam nega kam deb hayron bo'ladi. Sababi oddiy. Tizim faqat isbotlangan hujjat bilan tasdiqlangan davrni ko'radi. Og'zaki men ishlaganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Masalan, 7000 yoshli Rahma opa 20 yil bozor savdosida ishlagan. Lekin ko'p yillar rasmiy soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tmagan. Uyda tikuvchilik qilgan, odamlarning kiyimini tikkan, pul topgan, lekin hujjat bo'lmagan. Pensiya tayinlanganda faqat tekstil rasmiy staj ko'ringan. Natijada opa minimalga yaqin pensiya oladi. Bu yerda adolatsizlik hissi bo'lishi tabiiy. Chunki odam chindan ham mehnat qilgan. Lekin pensiya tizimi mehnat qilganingizni emas, tasdiqlangan mehnat faoliyatini hisoblaydi. Yana bir misol. 6-7 yoshli Odil aka qurilishlarda ishlagan, har xil ustalarga yordamchi bo'lgan, xususiy uylar qurgan, yaxshi pul topgan, lekin rasmiy shartnoma, soliq to'lovi, ish staji yo'q, qariganda pensiyasi kam chiqadi. Chunki yoshlikdagi norasmiy mehnat qarilikdagi pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Bu guruhdagi pensionerlar nima qilishi kerak? Birinchi navbatda endi kech bo'ldi demaslik kerak. Ba'zi davrlarni hali ham tiklash mumkin. Eski ish joyi bo'lsa, arxivdan ma'lumot olish mumkin. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Harbiy xizmat davri bo'lsa, harbiy bilet yoki mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ayollar uchun bolani parvarish qilgan ayrim davrlar. O'qish davrlari yoki boshqa qonunchilikda nazarda tutilgan holatlar bo'yicha hujjatlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Bularning barchasi har bir holatda alohida tekshiriladi. Kim ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak. Pensiyasi juda past bo'lganlar, mening stajim ko'p edi, lekin kam hisoblangan deb o'ylaydiganlar, mehnat daftarchasi yo'qolganlar, eski korxona nomini eslaydigan, lekin hujjati yo'q odamlar. 2026 yilda elektronlashtirish kuchaygani sari hujjatlarda bo'shliq bo'lsa, tizim sizga avtomatik yordam bermaydi. Sizning o'zingiz tashabbus ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. 3-guruhga oddiy yoshga doir pensiyadan tashqari alohida maqomi bor insonlar kiradi. Masalan, nogironligi bo'lgan pensionerlar, urush va mehnat fronti bilan bog'liq maqomga ega shaxslar ayrim mukofot yoki unvon egalari. Zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar, boquvchini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan oilalar, yolg'iz pensioner sifatida ijtimoiy xizmatga muhtoj shaxslar. Har birining tartibi boshqa-boshqa. Bu guruhda eng katta xato shuki, odam o'z maqomini yangilab turmaydi yoki hujjat muddatini o'tkazib yuboradi. Ayniqsa nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, parvarishga muhtojlik, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi kabi masalalarda hujjat muddati juda muhim. Agar tizimda muddat tugagan ko'rinsa, ayrim to'lovlar to'xtashi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Masalan, 19 yoshli Murod aka yoshga doir pensiya oladi. Shu bilan birga sog'lig'i bo'yicha nogironlik guruhi ham bor. U avval qo'shimcha yordam olgan, lekin tibbiy ko'rikka belgilangan vaqtda bormagan. Natijada bazada uning nogironlik holati faol ko'rinmay qolgan. O'zi esa nega to'lov kamaydi deb bankka boradi. Bank aytadi, biz faqat kelgan pulni beramiz. Pensiya bo'limi esa hujjatni yangilash kerakligini tushuntiradi. Demak, bu guruhdagi odamlar faqat pul tushishini emas, maqomning amal qilish muddatini ham tekshirishi kerak. Yana bir misol, 72 yoshli Saodat opa yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda, bir chet elda. Opa kommunal to'lovlardan qiynaladi. Dori-darmonga xarajati ko'p. U ijtimoiy xodim biriktirilishi, uyda parvarish xizmati yoki mahalla orqali ijtimoiy yordam olish imkoniyatini bilmaydi. Aslida bu masalalar faqat pensiya emas, ijtimoiy himoya tizimi orqali ham ko'riladi. Agar Saodat opa mahallaga ijtimoiy xizmat markaziga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilsa, uning yashash sharoiti o'rganilishi mumkin. 3-guruhdagi pensionerlar uchun muhim savol: menda faqat pensiya bormi yoki pensiyadan tashqari qo'shimcha huquqlar ham bormi? Ko'pchilik
aynan shu savolni bermagani uchun imkoniyatdan foydalanmaydi. Masalan, ayrimlar sanatoriyga borish huquqini bilmaydi. Ayrimlar protez, ortopediya vositalarini olish tartibini bilmaydi. Ayrimlar nogironlik aravachasi, eshitish moslamasi, dori ta'minoti bo'yicha qayerga murojaat qilishni bilmaydi. 2026-yilda bunday xizmatlar ham bosqich ma'lumotlar bazasi orqali tartiblanadi. Shuning uchun maqomingiz to'g'ri ko'rinishi juda muhim. 4-guruhga 65 yoshdan oshgan bo'lsa ham ishlashda davom etayotgan, tadbirkorlik qilayotgan, ijara daromadi bor, dehqonchilik yoki oilaviy biznes bilan shug'ullanayotgan pensionerlar kiradi. Shuningdek, ijtimoiy yordam so'raganda oilaviy daromadi tekshiriladigan pensionerlar ham shu guruhga yaqin turadi. Bu guruhda masala faqat pensiya olish emas, balki pensiya, ish haqi, soliq, bank kartasi, ijtimoiy yordam va daromadlarning bir-biriga ta'sirini tushunishdir. Ko'p odam pensioner ishlasa pensiyasi kesiladimi deb so'raydi. Bunday savolga har doim bitta umumiy javob berib bo'lmaydi. Chunki bu pensiya turi. Ishlash shakli shartnoma va qonunchilikdagi amaldagi tartibga bog'liq. Lekin amaliy maslahat shuki, agar siz pensiyada turib ishlayotgan bo'lsangiz, albatta rasmiy holatingizni tekshirtiring. Ish beruvchi sizni qanday rasmiylashtirgan? Mehnat shartnomasi bormi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar qanday yuritilyapti? Siz olayotgan to'lov pensiya bilan ziddiyatga kirmaydimi? Bularni bilish kerak. Masalan, 6 yoshli Bahrom aka qorovul bo'lib ishlaydi. U pensiya ham oladi, ish haqi ham oladi. Ish beruvchi uni rasmiy shartnoma bilan olgan bo'lsa, hammasi aniq bo'ladi. Lekin agar ish beruvchi siz pensionersiz, shartnoma shart emas desa, bu xato. Chunki norasmiy ishda odamlar mehnat huquqini himoya qila oladi. Na ish vaqtida jarohat olsa kafolat oladi. Na keyinchalik daromadi bo'yicha tushunmovchiliklarni isbotlay oladi. Yana bir misol. 71 yoshli Hamida opa kichik uyni ijaraga bergan, o'zi qiz bilan yashaydi. U ijtimoiy yordam so'raganda daromadlar masalasi o'rganilishi mumkin. Agar ijara rasmiy bo'lmasa, keyin savollar tug'ilishi ehtimoli bor. Rasmiylik ko'pchilikka yoqmaydi, lekin 2026-yilda daromadlar ko'proq elektron ko'rinadigan bo'lib boradi. Shuning uchun hech kim bilmaydi degan davr sekin-asta tugayapti. Bu guruhdagi asosiy xavf odam bir joyda bergan ma'lumoti bilan boshqa bazadagi ma'lumot mos kelmay qoladi. Masalan, arizada men yolg'iz yashayman, daromadim faqat pensiya deydi. Lekin bazada uning nomida faol tadbirkorlik yoki ijara shartnomasi ko'rinadi. Yoki aksincha odam haqiqatda qiynalayotgan bo'ladi. Lekin eski ro'yxatda uning nomida allaqachon sotilgan transport vositasi yoki faoliyat yopilmagan tadbirkorlik qolib ketarkan bo'ladi. Natijada yordam rad etilishi mumkin. Shuning uchun mulk tadbirkorlik yashash manzili va oilaviy holatni tozalab tartibga keltirish kerak. Endi eng muhim nozik joylarni aytaman. Birinchisi, pensiya miqdori faqat yoshga qarab belgilanmaydi. 65 yoshdan oshgan ikki odamning pensiyasi bir-biridan keskin farq qilishi mumkin. Biri 35 yil rasmiy ishlagan, yuqori maosh olgan, barcha hujjati toza. Ikkinchisi 10 yilgina tasdiqlangan stajga ega. Ularning pensiyasi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Shuning uchun qo'shnining pensiyasi bilan o'zingiznikini solishtirib, darrov meni aldashdi demang. Avval staj, ish haqi, maqom va qo'shimcha huquqlarni solishtirish kerak. Ikkinchisi, hujjatdagi bitta harf muammo tug'dirishi mumkin. Ism sharif pasportda boshqacha, mehnat daftarchada boshqacha yozilgan bo'lsa, nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, tug'ilgan sana bir hujjatda boshqa ko'rsatilgan bo'lsa, tizim bu hujjatlarni avtomatik bir odamga bog'lamasligi mumkin. Ayniqsa eski Sovet davri hujjatlarida bunday xatolar ko'p uchraydi. Buni sud orqali, arxiv orqali yoki tegishli idora tasdiqlov orqali to'g'rilashga to'g'ri keladi. Uchinchisi, bank kartasi masalasi. Pensiya tushadigan karta faol bo'lishi, egasining nomida bo'lishi, muddati o'tmagan bo'lishi kerak. Ba'zi pensionerlar kartasini farzandiga berib qo'yadi. PIN kodni aytadi. Keyin pul qayerga ketganini bilmaydi. Men bunday holatlarda juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Farzandingizga ishonsangiz ham. Karta va SMS xabarnoma nazorati o'zingizda yoki ishonchli vakilda bo'lsin. Agar pensioner harakatlana olmasa, qonuniy ishonchnoma tartibini rasmiylashtirish kerak. 4-si yashash manzili. Pensioner bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasa, ayrim ijtimoiy xizmatlar bo'yicha muammo chiqishi mumkin. Masalan, mahalla orqali yordam, uyda parvarish, tibbiy patronaj, kommunal masalalar ko'pincha yashash joyi bilan bog'liq.
Shuning uchun haqiqiy yashash manzilingiz va ro'yxatdagi manzilingiz masalasini oldindan aniqlang. 5-si, qayta hisoblashni so'rashdan qo'rqmaslik kerak. Ba'zi odamlar pensiya bo'limiga borsam, pensiyamni kamaytirib qo'yishadi deb o'ylaydi. Aslida siz hujjat qo'shib stajni tasdiqlab, xatoni to'g'rilashni so'rasangiz, bu sizning huquqingiz. Albatta, har bir qayta hisoblashda natija siz kutgandek bo'lmasligi mumkin. Lekin tekshirishdan qochish muammoni hal qilmaydi. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi guruhga kirishingizni aniqlang. Siz to'liq staj bilan pensiya olasizmi? Stajingiz kammi? Qo'shimcha maqomingiz bormi? Ishlayapsizmi yoki ijtimoiy yordamga da'vogarmisiz? Shu savolga javob topmasdan keyingi qadamni bosmang. Ikkinchi qadam, asosiy hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, shir ma'lumotlari, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi, eski ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, harbiy bilet. Nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank kartasi rekvizitlari. Agar hujjatning nusxasi bo'lsa, asl nusxasini ham topishga harakat qiling. 3-qadam, pensiya ishingizdan ma'lumot oling. Buning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, MyTakeoff. Uz yoki tegishli rasmiy platformalar orqali ham ma'lumot olish imkoniyatini tekshiring. Murojaatda aniq yozing. Mening pensiyam hisobida qaysi yillar staj sifatida kiritilganini, qaysi ish haqi davrlari olinganini va qayta hisoblash imkoniyati bor yo'qligini ko'rib berishingizni so'rayman. 4-qadam, agar stajda bo'shliq bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Eski korxona qayerda joylashganini, hozir nomi o'zgarganmi, tugatilganmi, hujjatlari qaysi arxiv topshirilganini aniqlang. Arizaga taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, korxona nomini, bo'lim yoki sex nomini yozing. Men 1994 yildan 1991 yilgacha falon korxonada ishlaganman. Ushbu davr bo'yicha ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish va ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam. Qo'shimcha maqomingiz bo'lsa, uning muddati va bazada ko'rinishini tekshiring. Nogironlik, parvarishga muhtojlik, yolg'iz pensioner maqomi, faxriy maqomi. Zararli mehnat sharoiti bo'yicha hujjatlarning hammasi alohida ahamiyatga ega. Agar tibbiy ko'riklik vaqti kelgan bo'lsa, kechiktirmang. Agar ijtimoiy xizmat kerak bo'lsa, mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli markazga murojaat qiling. 6-qadam. Ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan rasmiy hujjatlarni so'rang. Mehnat shartnomasi, buyruq, ish haqi, soliq ushlanmalari tartibi aniq bo'lsin. Pensionerman, menga baribir demang. Aksincha, pensioner odam hujjatda yanada ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki keyin har bir ma'lumot pensiya, soliq yoki ijtimoiy yordam masalasida ko'rinishi mumkin. 7-qadam. Agar rad javobi olsangiz, yozma javob talab qiling. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan cheklanib qolmang. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Sababni bilsangiz, keyin uni tuzatish mumkin. Hujjat yetishmayaptimi? Muddat o'tganmi? Ba'zida nomuvofiqlik bormi? Staj tasdiqlanmaganmi? Yozma javob keyingi shikoyat yoki qayta murojaat uchun asos bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, 2026 yilda pensionerlar uchun eng muhim narsa shuki, o'zingizni oddiy pensioner deb emas, qaysi guruhga kirishingizni bilgan holda himoya qiling. Birinchi guruh to'liq staj bilan pensiya olayotganlar, ikkinchi guruh staji kam yoki minimal pensiya olayotganlar. Uchinchi guruh qo'shimcha maqom va imtiyozga ega bo'lganlar. To'rtinchi guruh esa ishlayotgan, daromadi bor yoki ijtimoiy yordamga da'vogar pensionerlardir. Har bir guruhning xavfi ham imkoniyati ham alohida. Hujjatlaringizni tekshiring, stajingizni ko'ring, arxiv ma'lumotlarini qidiring, maqomingizni yangilang, bank kartangiz va yashash manzilingizni tartibga keltiring. Eng muhimi, o'z huquqingizni so'rashdan uyalmang. Izohlarda yozing. Siz qaysi guruhga kirasiz deb o'ylaysiz? Pensiyangizda staj yoki hujjat muammosi bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning daromadini va osoyishtaligini saqlab qolishi mumkin.